150-200 metr kichkina hovli joylardan charchaganlar uchun juda yaxshi bir taklif bor. Oldidan 15 metr, orqasidan bo'lsa 30 metr. Umumiy maydoni 300 metr kvadrat. Bundan tashqari qurilish osti 220 metr kvadrat. Uy Tashkentskiy uslubda qurilgan. Bu yerda Melnitsa kafe, Shavatyol, ko'pchilik biladi bu yerni. Kirib kelishingizda ko'p emas, 500-600 metr yurisiz, sho'rda. Uglovda joylashgan. Bu tarafdan zeleniy zona qilsangiz bo'ladi. Bir narsa kelib turibdi. Bu tarafdan zeleniy zona uchun zo'r joy tashlab ketilgan. Qarang, bog' devorlarini travetin urilib turibdi. Uy korobka holatda, mashina giradigan joyi. Bu ham bemalol bahaybatdan 2 mashina sig'adi. Uyimiz ham bahaybat bo'lib turibdi. Bu yerda esa zeleniy zona uchun ichkaridagi joy. Bu yerlarga tapchanlarni qo'yib, do'stu qadrdonlar bilan davron sursangiz bo'laveradi. Uy gözümüz kichkina uylar urgangina ham dim katta ko'rinib turibdi. 300 metr kvadrat. Qurilish osti 220-240 metr kvadrat atrofida. Narxi ish holatida bo'lsa $120 ming. Va girishingiz bilan kattagina tambur, bu yana shkaf ponni, bu yana ummaliklarni sig'dirib bersangiz bo'ladi. Oyoq kiyimning bu betondan ayrilganini e'tibor etmang, bu yerni taxlatib zo'rtirib beradi boshdan. Va girdingiz kattagina dalon. O'ngda birinchi zal. Birinchi etaj plita bilan bostirilgan, oyoq tiylari pol taxtadan qilingan. Divorlarni ko'rib turibsiz, oqartirilgan, rotmon turilib, shpakovka tayyorlanib turibdi. Xonaning kattaligidan oynalar ham ko'p qo'yilgan. Baland dalon bo'lsa, bahaybat ko'rinadi. Bu yon tarafda esa ikkinchi zal. Bu ham shu divorlar oqartirilgan, patolog va oynalar ikkidan qo'yilgan. Yapilari pol. Birinchi etajda kuxning razmerini e'tibor etingiz 7 metrdan ziyod, 7,5 metr atrofi kuxni. Kattagina do'rg'a kuxni joylashtirasiz. Bu yon tarafga mягкий deysizmi, xon taxta deysizmi, xohlaganingiz deyin, ustar kursi bemalol sig'adi. Bexijolat ya'ni. Bunda esa birinchi etajdagi spalni. Pol bo'lgan, divorlar qartilgan, patolog, plita. Aynasi bo'lsa, yo'lga qarab tushgan. Bo'lsa sanuzul kattaligiga e'tibor eting. Bu yerda montaj ishlari bo'lib turibdi, oyoqlari quyilgan. Bu yerda bog' tomon 1,5-2 metr atrofida yer tashlab ketilgan, oyna qaratish maqsadida menimcha. Bo'lsa, gaz. Endi siz bilan ikkinchi etajga bir sayr sayohat qilaylik. Nima gap so'z ikkinchi etajda? Ikkinchi etajga mening boylarniki deyin zinadan ko'tarilamiz. Quyma zina betondan. İkinci etajdan 4 tane xona var, 2 tane zal, 2 tane spalni, sanuzul. Ondan bo'lsa birinchi zal kattaligini qarang. Ustini botishtirilishini e'tibor etingiz, moshni akkuratni balarlar bilan bosilib, qamushdan akkuratni qilingan. Va korobka holatda bo'lsa zo'r yeri, o'zingiz fokusingiz, dizayningiz, kipingizga qarab bemalol remont qilaverasiz. Bu yerda esa ikkinchi xona. Voy, kattaligini. Akkuratni ishlangan lekin. Bu yerda e'tibor etingiz, bu yer oshxonaning usti. Bu yerdan spalniyadan foydalansangiz bo'ladi yana. Divorlar oqartirilgan, oyoq tiylari suxoy steshami, beton quyilgan. Balkoni bormangiz, balkonning kattaligini ko'ring bir. Bu yerda yana bir spalnisi. Bu yon tarafda esa yana bir sanuzul. Va koridor uchun yana bir ayna tashlab ketilgan bu yerda. Endi men size bir balkonni namoyish eting. Balkonning kattaligini qarang. Kattaligini qarang balkonni. Balasimalar qo'yilgan, ponni xavfsizlik nuqtai nazaridan hamma ehtiyot choralari ko'rilgan. Voy. Endi bir naves urib berasiz darvoza bilan. Qarachi, muborak bo'lsin, bosib bering.